alaykum. Bugun biz sizlar bilan takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash while, do while, for operatorlari mavzusini o'rganamiz. Biz mavzuni o'rganish uchun quyidagi 3 ta rejaga bo'lib olamiz. Birinchi rejamiz while operatori, ikkinchi rejamiz do while operatori va uchinchi rejamiz for operatori. Dastur kodining biror qismining ko'p marta bajarilishi sikl hisoblanadi. Dastur kodining qandaydir qismini qandaydir shart asosida bir necha marta bajartirish uchun dasturlashda sikldan foydalaniladi. Agar shart rost bo'lsa, sikl davom qiladi. Aks holda to'xtatiladi. Agar shart hamisha rost bo'lsa, bunday sikl cheksiz sikl deb ataladi. C++da siklni tashkil qilish uchun while, do while va for operatorlari mavjud. Siklni o'rganish uchun eng oson misol bu birdan n-gacha natural sonlarning yig'indisini topish dasturini tuzish. Bu yig'indini takrorlanish jarayoni orqali hisoblash uchun birdan n-gacha sonlarni birma-bir qo'shib chiqish lozim. Yig'indining dastlabki qiymatini 0 ga tenglaymiz. Siklning har bir qadamida quyidagi amallar bajariladi. Ya'ni s-ni 0 deb olsak, birinchi qadamimiz s ga 1 ni qo'shamiz, ikkinchi qadamimizga s ga 2 ni qo'shamiz, uchinchi qadamimizga s ga 3 ni qo'shamiz va hokazo n-chi qadamga s'imizga n ni qo'shamiz. Har bir qadamda bir xil amal bajariladi. Ya'ni yig'indining yangi qiymatini hosil qilish uchun uning avvalgi qadamdagi qiymatiga navbatdagi natural son qo'shiladi. Keyin tekshiriladi. While esa avval shart bajariladi. Agar to'g'ri bo'lsa, sikl tanasidagi kod ishlatiladi. While sikli. Bu siklda shart oldindan qo'yiladi. Agar shart rost bo'lsa, sikl tanasi bajariladi. Aks holda sikl to'xtab, undan keyingi qadamga o'tiladi. Uning umumiy ko'rinishi while, ya'ni shart va sikl tanasi. Birdan n-gacha sonlar yig'indisini topish uchun har bir qadamda navbatdagi sonni qo'shib borish uchun o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Ya'ni bunda dasturimizning kodi quyidagi ko'rinishga ega. Dastur kodini bir boshdan qarab chiqamiz. Bizga 3 ta o'zgaruvchi kerak. Birinchi o'zgaruvchi n soni, ikkinchi o'zgaruvchi sanab borish uchun ishlatiladigan o'zgaruvchisi. Uchinchisi yig'indining qiymatini saqlash uchun s o'zgaruvchi. Siklni boshlashdan oldin yig'indining qiymatini 0 ga tenglaymiz. Shunda unga qandaydir sonni birinchi marta qo'shganimizda uning o'zi hosil bo'ladi. O'zgaruvchining dastlabki qiymatini 1 ga tenglaymiz. Chunki birdan boshlab yig'indiga qo'shib borish lozim. Agar kichik yoki teng n shart bajarilsa, u holda ni yig'indiga qo'shamiz va ning qiymatini orqali birga oshiramiz. Ya'ni bu oshirishimiz increment hisoblanadi. Cheksiz sikl. While yordamida cheksiz sikl hosil qilish uchun shart ifodaga hamisha rost qiymat qabul qiladigan mantiqiy ifoda, o'zgaruvchi yoki rost konstanta qiymatini yozishimiz mumkin. Do while sikli while sikliga o'xshash. Farqi shart sikl oxirida tekshiriladi va shart bajarilsin yoki bajarilmasin. Kamida bir marta sikl bajariladi. Birdan n-gacha sonlar yig'indisini quyidagicha yoziladi. Ya'ni bu dasturimizning kodi quyidagicha. Bu siklda o'zgaruvchining qiymati qanday bo'lishidan qat'iy nazar sikl bir marta aylanadi. Bu sikl sonni kiritishda uning to'g'riligini tekshirish va toki to'g'ri kiritilmaguncha kiritishni davom qildirish uchun foydalanishimiz mumkin. Masalan, yuqoridagi masalamizda n soni natural bo'lishi kerak. Agar natural son kiritilmasa, yana kiritishni so'rash lozim. Ya'ni bunda do while'imiz ichiga coutga endi kiritib olamiz va while'imizga endi birdan kichik bo'lsin deb olamiz. For sikli sintaksisi quyidagicha. For
Sikl boshlanishidan oldingi amallar, sikl davom etish sharti, siklning har bir iteratsiyasidagi oxirgi amallar va sikl tanasi. Iteratsiya deb siklning bir marta bajarilishiga aytiladi. Agar ma'lum qadam bilan bitta o'zgaruvchining qiymati o'zgartirib takrorlanuvchi jarayon amalga oshirish lozim bo'lsa, u holda uni quyidagicha xususiy holda yozishimiz mumkin. Ya'ni for o'zgaruvchi tipi, o'zgaruvchi boshlang'ich qiymat, o'zgaruvchi oxirgi qiymat, o'zgaruvchi sikl qadami va sikl tanasi. Birdan n-gacha sonlar yig'indisini topish uchun quyidagicha siklni amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni uning dastur kodimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Bu siklda ning qiymati sikl boshlanishidan avval 1 ga teng qiymatni qabul qiladi. Yana bitta iteratsiya qilish uchun bajarilishi kerak bo'lgan shart i'miz kichik yoki teng n. Agar shart rost bo'lsa, yana bitta iteratsiya bajariladi. Iteratsiya oxirida ning qiymati 1 ga oshiriladi. Keyingi har bir iteratsiyada for siklining ikkinchi va uchinchi qismlari bajariladi. Birinchi qismi boshqa bajarilmaydi. Eng oxirgi iteratsiyadan oxirida ning qiymati oshirilgach n+1 ga teng bo'ladi va keyingi iteratsiyada shart yolg'on qiymat qabul qilganligi sababli sikl aylanishi tugaydi.